Hammaga assalomu alaykum. Telegram sovg'alarida oldi-sotdi qilib pul ishlashda davom etamiz. Ha, aytgancha, bu videomiz ham NFT konkursli bo'ladi. Shartlari qanaqa? Video davomida ekranning har xil burchaklarida ingliz tilida, lotin tilida harflar bo'ladi. O'sha harflarni yig'ib, ingliz tilida bitta so'z yig'iladi. O'sha so'zni yig'ib, birinchi bo'lib kommentariyaga yozgan odam mendan NFT sovg'a oladi. Bu so'zni topish oson emas, shuning uchun siradu javob topiladi deb o'ylamayman. Shuning uchun bemalol qidiravringlar, topaveringlar. Agar javobini bilmoqchi bo'lsanglar, topilganmi yo'qmi, kanalimizga shuni o'tinglar. O'sha yerda topilsa siradu xabar beramiz. O'tgan videoni konkursini ham javoblari chiqdi. 3 kishi yutdi, bir-biriga yordamlashib, shuning uchun sovg'ani 3 ga bo'lib yubordik. Hammaga katta rahmat. Videoni boshlaymiz. Videoni mana bu narsadan boshlasam. Kecha biza konkurs qiluvdik. Endi auksion deylu. Nima qilish kerak? Men bitta gift qo'yuvdim. Bu bolalar so'rashuvdi. Bitta qilib ko'ringlar deb auksion, demak 700 почти yulduzli bitta gift qo'ydim. Auksion kim ko'proq yulduz qo'ysa, gift o'shaniki deb. Mana 400 yulduz bilan 700 yulduzli sovg'ani oldi bitta bratimiz. Lekin bu muhim emas. Soatiga qaraymiz. Taxminan mana 10larda 10:30larda bu tugagan bo'lsa, aytaman 9:30larda deylu, 9:30larda mana shu kolleksiyani sotuvga qo'yganman. Kolleksiya bu qanaqa desanglar, mana 3 ta Santa Head. Mana 1, mana bu 2 va mana bu 3. 3 ta Santa Head. Taxminan menga 60 dollarga tushgan uchalasi. Soatda 9:30larga 10larda plus minus qo'yganman. Sotuvda endi vaqtini qaranglar. Почти soat 12da 120 tonnga sotilgan. То есть 2 soat ichida momentalno sotildi sovg'a. Momentalno. Bu juda tez degani. Mana bunaqa NFT bundlelar uchun bu juda tez sotilgan. Men даже nimani o'yladim, arzon sotdimmi deb. Yo'q, arzon sotdimmi deb emas, aniq arzon sotganman. Chunki bunchalik tez ketmasligi kerak, to'g'ri? Redki bu, to'g'ri? Chotki yig'ilgan. Lekin baribir hamda juda tez sotildi. Videoni shu joyda bizning Telegram kanalimiz haqida gapirib bersam, chunki baribir ham asosiy dvish bizning Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Genius Trade Project. Bu yerda bizning loyihalarimiz hammasi mana shu yerda yig'ilgan. Genius Trade kanal o'zi hamma video chiqayotgan NFT konkursli bo'ladi va kanalni o'zida ham отдельный konkurslar qilib turamiz. Genius Trade Group bu bizning chatimiz, gaplashish uchun. Market bu yerda o'zlaringiz NFTlaringizni sotuvga qo'ysanglar bo'ladi, o'zlaringiz bilan oldi-sotdi qilishingiz uchun. Servis bu yerda bizga garant xizmatlar kerak bo'ladimi? Starsmi, premiummi, boshqa narsami, nima yordam kerak bo'lsa o'sha yerdan. Store bu yerda faqat bizadan bo'lgan NFTlarni sotib olsanglar bo'ladi. Xo'jayin bu o'zimni profilim va bu knopka eng muhim knopka. Shuni bosib olsanglar bizning hamma loyihalarimiz bittada sizlarga qo'shiladi. Hammaga katta rahmat. Videoni davom etamiz. Nima qildim men? Shuni pulni oldim, hozir yana ketdim bozorga, yana sotib olaman. O'sha bitta bor shapka. Ikkinchisini olaman o'sha. Bu birinchi misol. Bu kecha kechqurundagi anaqa narsa, ahvol, bo'layotgan narsa. Endi bugun ertalab turyapman, mana soat qaranglar, bugun ertalab, bugun. Bam, buni ko'ryapman. Tort sotilibdi. 4 ta tort. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan videoda gapirib o'tdimmi? Tepada ham o'tgan videoda aniq gapirdim, sotiladi deb, mana sotildi. Kanalda ham aytdim, sotiladi deb, screenshotlari bilan hamma narsalar bilan qo'yib qo'ydim. Mana. Bam, ertalab shunday turyapman. Plus 5 ton bo'lyapti, mana shu yerdan ham. Plus 5 ton. Bitta kolleksiya yig'ib qo'yganim uchun. Nimadan desanglar, tushunmayotganlar uchun salgina tushuntirib o'tay. O'tgan videoda 10 tomon tepada chiqadi. NFT bundle haqida gapirdim. To есть sovg'alarni yig'ib, kolleksiya qilib, to есть masalan fonini bir xil qilib, masalan mana bu yerda mana ko'ringlar, foni hammasi Onyx Black. Endi bu qimmat fonda, endi nima deydi, takoy oddiy odamlar uchun emas fon. Deylu, endi arzon emas-da bu, qimmat narsa bu nima bo'lsa ham. Mana, uchalasi ham Onyx Black. Chotki turadi bu. И plus modelkasiga qaraymiz. Oq-qora va qop-qora. Bu просто chiroyli sachitание emas bu. Bu pizdes sachitание bu-da. Men mana shunaqa sachitание yig'ganman. Bu уже meni 3-chi kolleksiyam sotishim. Bundan oldin ham men sotganman mana shunaqa kolleksiyalarni, yodlayman. Avval nech pullarga 70 tonga birinchisini sotuvdim. Narxlari plus minus bir xil. O'sha paytda ham shunaqa narxi edi. To есть har bitta shapka
15-20 tonlarga tushgan. Hozir 20 ton, bir xillari 20 dan sal balandroq tushgandir, esimda emas. Lekin sotilgan narxiga e'tibor berasan. Birinchiga e'tibor 70 tonlarga sotuvdim, birinchi kolleksiyamni. Ikkinchi kolleksiyamni 90 tonlarga sotuvdim. Bu uchinchi kolleksiya 120 tonga ketdi. Bu ham juda tez ketdi, eng qizig'i. Juda tez ketdi. Hozir men yana yig'yapman. Endi bunisini bir 150 dan baland qo'yishim aniq. 150 dan baland qo'yishim aniq. Bu yerda rasot qancha bo'ladi bilmayman. Endi ko'ramiz, shunga qarab narxini ham qo'yamiz. Bu bitta oddiy misol. Bitta bu emas, yana hozir oq qorali boshqa kolleksiyalarni ham qidirishni boshlayapman, u sotib olishni ham boshlayapman. Ularni ham yig'ib, mana shunaqa qo'yib sotish mumkin bemalol. Agar qanday mana shunaqa bandl qilib qimmatroq sotishni bilmoqchi bo'lsanglar, o'ng tepada video chiqadi. O'shani ko'ringlar полностью. O'tgan video, to есть. O'tgan videoda gapirib berdim полностью bandlar haqida. Просто ko'rib chiqinglar bo'ldi. Mana bunga e'tibor bersanglar, mana ikkita shapka o'zimning profilimda edi. Uchinchisini shunday kirdim bozorga, shuni 20 tonga sotib oldim, oqini bitta qilib shunday sotuvga qo'ydim, shunday sotildi. Mayli, u haqida gapirib bo'ldim, endi keyingisiga o'tsin. Mana bu yangi kolleksiya. Statuetkalar bilan. Endi bu yerda nima haqida gap ketayotganligi shunday ham hammaga tushunarli deb o'ylayman. Buni men уже tashladim marketga, lekin katta problema bo'layotgan narsalardan bittasi bu kolleksiya hali bandl qilish uchun qo'shilmagan ekan. Mana shu narsa juda katta problema bo'lyapti menga. To есть hali bulardan bandl yasab bo'lmaydi. Mana shu juda katta, nima deydi, minus bo'ldi. Nima demoqchiman? Yangi gift paydo bo'ladi-yu, yangi nima bo'lishidan qat'iy nazar, kamida 1 oy bandl uyoq tursin boshida, birinchi haftada. Даже birinchi 1 hafta, 2 hafta hatto oldi sotdilar bilan problem bo'ladi. 1 oy davomida esa kamida 1 oy, kamida, atak 1,5 oy deyil, olaveringlar 1,5 oy. Bandllar bilan problem bo'ladi. Bitta GetGames'da emas, boshqa joylarda ham. Masalan, MRKTda ham bandllar bor. To'g'ri? MRKT ancha tezroq qiladi. Tunnelda masalan bandllar bor. O'ta ham tezroq qo'shadi. Lekin men bir xil momentlar bo'lib qolishi mumkinki, qo'shilmagan. Imенно sizga kerakli bo'lgan payt, sizga kelgan paytda qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Nimadir boshqa problem bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi kolleksiyalar bilan yangi gift skin chiqadi-yu, giftlarga skin chiqadi-yu, o'shalar bilan ehtiyot bo'linglar. Bu juda muhim narsa. Lekin yana bitta shu joyni o'zida bitta fishka o'tib ketaman. Mana shu kolleksiyani har bittasi menga mana shu qoravoylarni deylik, plus minus 5 tonlarga tushgan menga. Lekin hozir bozorga kirib ko'rsanglar, eng arzoni 7 ton. Eng arzoni. Nima demoqchiman? Boshida gift chiqadi-yu, любой gift. Narxi hali aniq emas-u, hali narxi formirovatsiya qilinmagan. To есть hali narxi kelib chiqmagan, hali ko'p kishi narxlarni bilmaydi, necha pul bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Shuning uchun qo'yaverishadi bozor narxida. И ценностini, asl narxini bilmasdan turib bozor narxida qo'yib qo'yishadi. Sizlar aynan gift yaqinda chiqadi-yu skin, o'sha payt juda arzon bironta yaxshiroq skin olishlaringiz mumkin. Oddiy misol. Men shularni ham bir xillarini realni aytaman. 3,5 tonlardan olganman, bir xillarini 4 tondan olganman. Lekin bu chiqarib, boshqanaqaga tashash, u yoq bu yoqlari bilan, komissiyalari bilan bir xillarini 5 tondan ham sal qimmat olganman. Hammasini hisoblasak, plus minus 5 tondan tushgan. Ikkinchi misol. Ochkilar. Kecha Durovni ochkilariga skinlar chiqdi. Narxi 120 ton edi. Kechani o'zida yarmi, mana shu bor supply bor, masalan deylik, 5000 ta adashmasam, plus minus 5000, 6000 ta dona mana shunaqa ochki bor. O'sha kechani o'zida где-то bir yarmi kuchaytirildi. To есть hali yana ko'payadi, yana narxi tushishi mumkin. Lekin degan joyi bor. Kecha narxi 120 ton bo'ldi. Keyin Durov nima qildi? Menda bu Durovning narxi-yu, prям konkretno yozilgan. Durov's glasses deb. Masalan, Durovning kepkasi bor. Bundan ancha ko'p soni. Mana ko'p emas, bir xil ekan. 4.8, Durovning ochkisi esa 5 ekan. Lekin chiqqanini ko'rsa agar o'sha kuchaytirilganini, bu yerda 4.7 bilan 2.9. Tushunasizlar, 2.9. Bu yerda hali ochkilar kam. Shunga qaramasdan, lekin kepkalar juda qimmat. Nima demoqchiman? Durov ko'rdi, narxi juda arzon.
Nima qildi? Shuni oldi-yu, ochkilarni narxini 200 so'mgacha pastga ko'taruvdi o'sha payt. Kechani o'zida bo'layotgan narsa 120 ton turuvdi, 200 so'mgacha ko'tardi. 180 ni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. 180 nechini konkretni o'zim ko'rdim. 180 nechi tonlarga ko'tarilganini. Keyin hozir mana ko'rsanglar bo'ladi, yana 150 tonga tushibdi. Oddiy misol, masalan, Durovni ochkilari bilan ham qanaqadir modellar mana shu bozorda arzon sotilgan. 100% juda ko'p sotilganda. Xuddi mana bu tepada qoravoylar bilan misol keltirdim-ku, xuddi shunaqa ochkilarda ham bo'lgan. To есть bir xil modellar yaxshiroq, qimmatroq, lekin arzon ketib qolgan. Va keyinchalik chiqadigan skinlar bo'ladi-yu, o'tda ham bo'ladi. Sizlarni hozirdan уже tayyorgarlik qilyapman bu gapim bilan. Chunki oldinda bizani hali ruchka kutyapti, kulon bor, ana u lampa bor. Arzon skinlardan ham hatto ko'p. Qimmat skinlarni hali gapirayotganim yo'q. Qimmat skinlarni o'zi ham bir ko'p. Chimadanlarmi masalan, boshqa narsalarmi ko'p. Chimadanlar o'zi ham ja qimmat narsa emas, bunday qarasak. Halloweenga yana skinlar chiqsa kerak. Halloween skinlar chiqishi mumkin. Hozirdan o'zlaringizni tayyorlaylar. Masalan, skin chiqyaptimi, to есть nima bo'ladi? Birinchi progrev bo'ladi. To есть katta kanallar skin ko'rsatadi, masalan, просто ochkiga bitta ko'rsatadi, 2 marta tam yana ochki haqida gapirib qo'yadi. Masalan, deb bo'lgan narsa haqida gapiryapman, ochki misolida. Keyin men ham kanalga kirib yozdim. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ochkilarga progrev bo'lyapti deb, mana bu odam. Durovni jamoasiga yaqin bo'lgan odamlardan bittasi. Kanalida bir ko'rsatdi ochkini, 2 ko'rsatdi ochkini, keyin yana u haqida gapirishni boshladi. Yana nimadir haqida gapirishni boshladi va ko'rdinglar, ochkiga skin chiqdi o'sha kuni. Mana shunaqa bilib olish mumkinki, o'sha kuni skin chiqadimi yo'qmi? Masalan, bitta skin ko'rsatilsa, bironta sovg'aga bu skin chiqadi degani emas o'sha kuni. Lekin bironta mana bunaqa Durovga yaqin bo'lgan odamlardan qayta gapirish bo'lsa, qayta o'shani ko'rsatib, bir kun ichida tez, masalan, ko'p anaqa emas, bir kun ichida qayta gapirishni boshlayversa, demak tushunish mumkinki, uje yaqinda skin chiqadi. Bu ochki misolida sizlarga gapirib, tushuntirib beraman. Hali oldinda bizada juda ko'p mana shunaqa skinlar chiqadi. Shunga bemalol o'zlaringizni hozirdan tayyorlab olsanglar bo'ladi. Chunki bundan realni normalni ishlasa bo'ladi. Mana shunaqa har xil kolleksiyalar yig'ib, boshida sovg'alarni arzon sotib olib, prosta sizlardan nima talab qilinadi? Shustrik bo'lish kerak, bo'ldi. Tez bozorni aylanib chiqib, tez analiz qilib chiqib, agar nimadir yetmayotgan bo'lsa, mana bizning Genius Street guruhimiz bor. Gruppamiz. Kiringlar, mana shu yerda so'ranglar. Men hali katta bloger emasman. Bemalol любой narsani so'rasa, xohlasanglar, lichkamga kirib yozinglar. Bemalol любой narsani o'sha yerda gaplashsanglar bo'ladi. Mana shu biz kuniga bilasizmi, juda ko'p gaplashamiz-da, mana shu yerda. Вообще ko'p, real. Mana shu old sot haqida, giftlar haqida bemalol sizlar ham mana shu yerga kirib, har xil narsalarni so'rasanglar bo'ladi. Любой narsa, nima yordam kerak bo'lsa, bemalol so'ranglar demoqchiman. Aytgancha, yana bitta muhim yengilliklardan Telegram yana qaytib Rossiyaga kirib kelishi mumkin. To есть eslaringizda bo'lsa, Telegram Rossiyada VPNsiz ochilmasdi, yopilgandi polностью. O'zlarini maksini chiqarishgan edi, lekin u maks ham yopilib ketdi. Konkretno даже Play Marketdan, Apple Store'lardan yo'qolib ketdi u maks bechora. Hozir yana aytishyaptiki, Telegram qaytyapti deb. Agar Telegram qaytsa, nima degani bu? Telegram ekosistemasiga plus, tonga plus, to есть gramga, Telegram sovg'alariga ham katta plus bo'ladi. Chunki auditoriya yana qaytib sekin-sekin kiradi va bu bilan birga yangi auditoriya, svejiy auditoriya ham bo'ladi. Bilasizlarmi nima uchun hozir Telegram sovg'alarini oldi sotdi qilib pul ishlash oson? Chunki gramni narxi tushyapti. Gramni narxi tushsa, Telegram sovg'alari narxi avtomatik tarzda ko'tariladi. Lekin degan bitta joyi bor. Hamma sovg'alar ham ko'tarilmayapti, e'tibor bergan bo'lsanglar. Bir xillari ko'tarilyapti, bir xillari sal kechikib qo'yapti. To есть nima demoqchiman? Yana bitta bu yerda fishka paydo bo'lyapti-da. Tema desak ham bo'ladi, arbitraj qilsa bo'ladigan narsa. Bir xil sovg'alar, masalan, Durovning kepkasiga o'xshagan sovg'alar, masalan, deyapman. Uje salkam 500 ton. To есть bu uje anchagina ko'tarildi. Buni uje oldi sotdi qilishga невыгодно. Не то что oldi sotdi qilish, umuman men masalan tegmayman.
o'zimga masalan Durufni kepkasini olmoqchi edim. Hozir ham bemalol sotib olsam bo'ladi. Lekin olmayman. Nima uchun? Chunki buni narxi ko'tarildi. Anchagina ko'tarildi. Biz bir xil giftlarni esa narxi hali ko'tarilishga ulgurmadi. Tonni narxi tushdi-da, lekin sovg'ani tonda narxi ko'tarilishga ulgurmadi. Oddiy misol, persik, to есть shaftoli mana shu. 250 ton edi, 260 ton bo'lgan. To есть почти что joydan qimirlamagan. Shlim, bu уже salgina ko'tarilgan, chunki bu 155 ton edi. 155 ton edi, hozir 180 ton bo'lgan. 170, 180, bu ham уже salgina ko'tarilgan. Mushular ham salgina ko'tarilgan. Mana shunaqa qilib, nima demoqchiman? Bir xil sovg'alar уже tonna narxi tushadi-yu, tonna narxi tushganda sovg'alar dollarda arzon bo'ladi. Dollarda arzonroq bo'lmasligi uchun tonda qimmatlashadi avtomatik tarzda. Bir xil sovg'alarni hozir sizlarga misol qilib ko'rsatdim. Ko'tarilgan tonda. Dollarda o'sha narx, balki dollarda arzonroq bo'lgandir, balkim. Kelinglar ko'ramiz. Nima qilaman bu yerda gapirib? Prosta kelinglar ko'ramiz. Durufni kepkasidan misol qilib ko'ramiz. Tonda masalan 400 ton bo'lgan. Endi bu payt masalan 400 ton bu yerda ko'rsatyapti, atak 380 tonlarda ham sotib olish mumkin edi. 390, atak da 400 edi bozorda, lekin bir 10 ton, 20 ton arzon olish mumkin edi. Masalan, tonda bu narx. Endi dollarga o'tamiz. Dollarda qaranglar, bu yerda o'sha vaqt, o'sha mana broyli grafik turibdi. Broyli, mana boshqatdan bosib yuboraman, mana tegmabman. Mana tonda ham mana boshqatdan bosib yubordim, mana turibdi. 400 ton ko'rdik. Dollarda esa buni qaranglar. 400 ton turgani bilan mana bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 400 ton bo'lgan, mana bu yerda ham 400 ton bo'lgan. Lekin dollarda ko'rsak, mana bu yerda 700 dollar bo'lgan. Mana bu yerda esa уже 600 dollar bo'lgan. 100 dollar farq qilyapti. To есть narxi anchagina tushgan. Keyin esa nima uchun tushdi? To есть 400 ton edi narxi, Durufni kepkasini, tonna narxi tushishni boshladi. Tonna narxi tushishni boshlagani sababli dollarda ham 700 dollardan 600 dollarga Durufni kepkasi narxi tushdi. Hozir endi narx tushdi-yu, kompensatsiya qilish kerak-yu. Masalan, tonna narxi tushdi-yu, dollarda endi kompensatsiya qilish kerak. Shuning uchun ham narxi ko'tariladi. Shuning uchun ham mana ko'rsanglar bo'ladi, yana qaytib 700 dollarga Durufni kepkasi qaytdi narxi. Sizlarga oddiy misol Durufni kepkasida. Endi kelinglar shlemni misol qilib ko'ramiz. Bu yerda ham mana broyli qo'ydim. Mana bu yerda mana broyli mana. Shlem. Boshida eslarida bo'lsa aytuvdim, 155 ton deb, mana 160 ton deb hisoblaylik. Hozir 180 ton. Ko'rasizlar, narxi ko'tarilgan. 180, 190 ga ko'tarilgan. Yana hozir 180 dan narxi. Lekin hozir dollarga o'tsak, juda bir qiziq narsani ko'rasizlar. Qaranglar. Bu yerda boshida 155 tonligida narxini qaranglar, 256 dollar bo'lgan. Hozir 180 ton, lekin narxiga qaranglar, hozir ham почти o'sha narx. To есть tonda почти 20 ton, 20 tondan deb, 20 ton deb bo'laylik. Masalan, 160 ton, bu yerda 180 ton. 20 ton plus bo'lyapti, to'g'rimi? Lekin dollarda qarasak, narx o'sha. Bu yerda ham 260 dollar, bu yerda ham почти 260 dollar. To есть narxi qimirlamagan. Tushunasizlarmi? Mana shunaqa analiz qilib bilishlaringiz kerak. Bir xil giftlar bor, o'rnidan umuman qimirlamabdi. Mana shu bechora ton narxi tushib ketyapti, lekin bir xil sovg'alar bor. Men spesialni aytmayapman. Telegram kanalimizga kirib ko'rishlaringiz uchun. Spesialni aytmayapman. Bir xil sovg'alar bor. Bechoralar hatto mana shunaqa o'sishni ham ko'rmagan. O'shalarda masalan bemalol sotib olsanglar, tonda masalan narxi ko'tariladi-yu, mana bunaqa narxi ko'tariladi-yu, mana bunaqami yoki Durufni kepkasiga o'xshab masalan ko'tariladimi? Mana bunday masalan deylik, ko'tariladimi? Uje sizlarga osonroq bo'ladi. Даже qimmatroq sotib olsangizlar ham, yanada qimmatroq sotishlaringiz oson bo'ladi. Hatto bir 0 ga sotishlaringiz ham oson bo'ladi. Endi masalan yangi kiradiganlar bo'ladi-yu baribir. Bu sohaga, oldi-sotdiga.
Masalan, deylik, narxni unchalik yaxshi bilmaydi. Bugun bitta brat yozuvdilar aytgancha. Adashib salgina qimmat olib qo'yibman deb. Bo'lib qoladi, bu normal holat. Shuning uchun ham aytyapman, shunaqa kolleksiyalar olinglarki, narxi hali ko'tarilmagan kolleksiyalardan olib tanlanglar giftlarni. Chunki ularda hali narx o'sishi mumkin. Chunki tonna narxi tushdi-yu, ularning narxi hali joyiga qaytmabdi dollarda. Chunki tonda tushadi-yu narx. Tonna narxi tushganligi sababli dollarda ham sovg'aning narxi tushadi. Lekin qaytib hali joyiga chiqmabdi bir xil giftlarni. To есть dollarda yana eski narxga qaytib kelmabdi. O'shanaqa sovg'alardan olinglar demoqchiman. Tushuntirib bildim deb o'ylayman. Aynan qanaqa giftlar bu deb so'rasanglar, Telegram kanalimizga shundoq kirsanglar, o'sha yerda hammasini bilib olasizlar. Yana bitta muhim narsalardan bittasini gapirib o'tsam, bolalar mendan so'rashyapti, qayerdan biza ton sotib olsak bo'ladi, USDT sotib olsak bo'ladi deb. Endi bir xilada so'mda hali kriptovalyutani unchalik tushunishmaydi. Demak, bizada qanday? O'zbekiston qonunchiligi bilan biza aynan kriptovalyuta sotadigan magazinlarga borishimiz kerak. Lekin degan joyi bor. Olsa bo'ladi, gap so'z yo'q. Onlayndan bo'lsa bo'ladi. Birinchidan dokument qilish kerak, konkretni. To есть valakitasi ko'p. Bu bir. Ikkinchidan esa kamroq pul kiritaman desanglar, komissiyasi vobshe katta. Ishi komissiyalar. Endi ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi, chunki ular litsenziya olgan, pul turadi, pulni chiqarish kerak bechoralar. Tushunsa bo'ladi ularni ham. Lekin ofitsialni ishlayman desanglar, magazinlarga borishlaringiz kerak. Sizlarga kelsak, xohlasanglar mendan hozircha olib turishlaringiz mumkin. Men ham hozir bozor narxida plus-minus beraman. Salgina o'z pul kerak bo'ldi desam, shuning uchun berib turishga salgina roziman. Olmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'zimga murojaat qilinglar, o'zimni lichkamga. Chiroyli narxlarda qilib beraman. Kriptovalyutalarga kelsak, garantiya beraman hammasi tozaligiga, chunki men o'zim litsenziyalangan magazinlardan olganman. Dokumentlarigacha bor, cheklarigacha bor, hammasini xohlasanglar tashab berishim mumkin. To есть o'g'irlangan, siqishtirilgan yoki mana bu sanksionni kriptovalyuta degan narsa bor, bilsanglar agar, to есть sizlarga hamyonlaringizga tushsa yoki birjalaringizga chiqsa, amila chiqadi, tamom, konkretno. To есть полностью bangisizlar, поддержка bilan yozishib ochishlaringiz mumkin, u ham 100% emas. Bu endi qanchalik kirib pul tushganligidan bog'liq. Tushunmayotganlarga boshqatdan tushuntiraman. Bizada kriptovalyuta bor. Bunaqalar juda ko'p. Shunaqalardan ehtiyot bo'linglar demoqchiman xolos. Va men o'zimnikiga garantiya beraman tozaligiga. Shuning uchun ham meniki bozordan salgina qimmat. Salgina. Bozor deganim bu ko'chada yurishadi-yu, gruppadan gruppaga olaman, sotaman deb o'shalardan meniki tozaroq garantiya mana shunga. Chunki ular o'zi ham bilmaydi-da nimaligini mana shu narsalar. Realni aytaman, bilishmaydi nimaligini. Kriptovalyuta nima, sanksionni nima, o'g'irlangan kriptovalyutalar bo'ladi-da. Ular ishonasizlarmi, hamyoningizga tushsa va o'sha hamyon bilan biror narsa qilib qo'ysanglar, uyingizga srazu top kelishadi. Garantiya sizlarga. Bunaqa momentlar juda ko'p bo'lgan. Men masalan anchadan beri yuribman-ku, bilaman konkretno. Xo'p, shuning uchun ehtiyot bo'linglar deb qo'ymoqchiman, xolos. Odamlar bilan kriptovalyutani oldi-sotdi qilayotgan paytlaringizda uchinchi shaxslar bo'lmasin. Baribir ham uchinchi shaxs bo'lmasdan turib ham moshennichеский sxemalar juda ko'p, skamlar juda ko'p, so'm tushadi, masalan, o'zimizni o'zbek valyutamiz, so'mimiz tushadi, masalan, o'g'irlangan so'mlar tushadi, o'g'irlangan dollarlar tushadi, kriptovalyutalar, o'g'irlangan tonlar, bu juda yomon. Ishoninglar, masalan, любой biror xil tonda biror xil problema chiqadi-yu, tondami, Telegram sovg'alardami, bug chiqadi masalan, odamlar abuse qilib pullarni prosta ko'paytirib olishadi-da, o'g'irlab, bunday oddiyroq qilib aytsam. O'sha pullar hammasi blokcheynda belgilanadi, o'g'irlangan deb. Ishoninglar, ulardan qutulish oson emas. To есть o'shalarni sotib, naqd qilib olish oson emas. Nima demoqchiman? O'shanaqa odamlar kirib puli bo'lgan, siqishtirib kimdirni o'g'irlab olgan odamlar pulini kimdirni siqishtirib masalan o'g'irlab oladi-yu, o'shanaqa odamlar sizlarda tushunmaydigan, bilmaydigan oddiy xaridorlarni qidiradi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib qolinglar. Bo'ldi, videomiz yakuniga yetdi. Hammaga katta rahmat. Like bosib, komment yozish unutmanglar. Obuna bo'lish bu juda muhim.
Hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videoga ko'rishguncha xayr.